Juda ham arzon narxlarda 2 sotixga yangi qurib bitkazilgan hovlimizni sotuvga chiqaryapmiz. Shahar ichidan bunaqa narxga yangi qurib bitkazilgan hovli ola olmaysiz. Lokatsiyasi Mol bozori hududiga kelganmiz. Videoni o'tkazib olishga shoshilmay, hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu uyimizni kirish asosiy eshigi bo'ladi. Kirganimizda o'ng tarafda shunaqa katta joy tashab ketishgan. Letniy kuxnya qilib, yozgi ayvon qilib foydalanishingiz mumkin. Uyimizni birinchi etajda kuxnyasi bilan 3 ta xonasi bor. Ichida sanuzellari bilan birgalikda remont ishlari deyarli 80% ga bitgan. Qolganini o'zlaringni didlangga moslab davom ettirishlaring mumkin. Uyimiz pishgan g'ishtdan baquvvat qilib qurilgan. Uyimizni ikkinchi etajida umumiy 3 ta xona, bitta sanuzellari bo'ladi. Ikkita xonasi sanuzellari yashashga tayyor holatda remontlari bitirilgan. Bu uyimizni ikkinchi etajda atapleniya montajlari polniy bo'lgan. Uyimizni lokatsiyalari, qo'shnilari, muhitlari rosa zo'r, masjidga, katta yo'llarga juda yaqin bo'ladi. Bu uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyalarida umuman muammo yo'q. O'zi bu hududda umuman gazdan muammo bo'lmaydi. Bu uyimizni 80% remont ishlari bo'lgan. Qolganini o'zlaring didlariga moslab qilib olishlaring mumkin. Bu uyimizni bahosini egalari $60,000 ozgina kami bor deyishyapti. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Inshaalloh chiroyli narxlarda olib beramiz. Bu videoni shunaqa yangi qurib bitkazilgan hovli oqtarib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.